Endigi ko'radigan funksiyalarimiz bu schyot если, schyot если mini funksiyalari juda ham ko'p kerak bo'ladi va anchagina ishni osonlashtiradigan funksiyalardan hisoblanadi. Qisqacha nazariya qilib tushuntiradigan bo'lsam, schyot faqatgina diapazondagi sonlar qatnashgan kataklarni sanab beradi. Ya'ni 10 ta katakda son bo'lsa, 10 ta deb natija chiqarib beradi. Schyot если esa shart asosida sanab beradi. Nimadir shart berasiz, o'sha bo'yicha bitta shart bo'yicha hisoblab beradi. Schyot если mini esa bir nechta shartlar asosida sanab beradi. Keyin buni amaliyotda yanayam osonroq, qulayroq o'rganamiz. Demak, bizda quyidagi ma'lumotlar bor. Sana bo'yicha sotilgan donasi bor va bonuslar bor yo'qligi bor. Bu yerda e'tibor bering, mana bu kunlarda savdo bo'lmagan. Bizni shartimizda esa birinchi shartimizda sotuv bo'lgan kunlarni aniqlang deyapti. Agar biz sanani sanatadigan bo'lsak, noto'g'ri natijaga erishamiz. Bizga mana uni o'zi yetarli bo'ladi. Agar biz bu yoqqa e'tibor beradigan bo'lsak, количество deyapti. 12 ta belgi borligi uchun bu 12 javobini beryapti. Lekin aslida unaqa emas. Buni schyot orqali aniqlaymiz. Schyotni ikkita usul bilan chaqirsak bo'ladi. Bittasi funksiyani qo'lda yozib, ikkinchisi mana bu joyda ko'pincha schyot joylashgan bo'ladi. Schyotni belgilab, yozib, diapazon belgilaymiz, bo'ldi. Alohida mana значение kiritmayapman, bitta diapazon beryapman, bo'ldi. Demak, javob 9 ta. 9 ta kunda savdo bo'lgan. Keyingi shartimizda bonus bor kunlarni sanab ber deyapti. Nechta kunda bonus bor? Buni qo'lda sanasak mana 1, 2, 3, 4 deb sanashimiz kerak. Lekin biz buni funksiya yordamida amalga oshiramiz. Schyot если deymiz. Demak, diapazon ikkita virgul qo'yib, matn izlaganimiz uchun mana bunday yozamizda enterni bosamiz. Demak, 6 ta kunda bonus bor ekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta. Endigi shart berilyaptiki, 2026-yilda bonus bor kunlarni aniqla deyapti. Buning uchun avvalo biz mana bu yerga oldingi darslarda ko'rganimizdek yilni ajratib olishimiz kerak. Chunki yil bo'yicha so'rayapti. Shunda osonroq bo'ladi. Demak, bu yerga gод degan funksiyani ishlatamiz. Sanadagi yillarni ajratib beradi. Mana. To'lig'icha tatbiq qilamiz. 26-yil. Demak, yillarni ajratib oldik. Endi biz mana schyot если funksiyani ishlatsak bo'ladi. Schyot если mana funksiyasini yozamiz. Schyot если mana. Demak, birinchi diapazonni tanla deyapti. Shart kiritiladi. Demak, yillarning ichidan nuqta virgul qo'yamiz. 2026 bo'lsin. Bu birinchi shartni berdik. Keyingi shartni ber deyapti. Keyingi shartimiz mana shu yerdan deyapmiz. Qo'sh tirnoq bilan borni tanlab ber deyapmiz va yopamiz. 6 ta ekan. Endi biz buni to'g'rilashimiz uchun hozir ikkalasini bir xil chiqib qoldi. Birontasini chislosini o'zgartirib ko'ramiz. Aytaylik, mana shu savdo 25-yil bo'lgandi. Mana bu ham 25. Mana bu 24. Endi to'g'ri chiqdi. Demak, ham 26 ham bor bo'lganlarni sanab berdi. Shu orqali mana biz birozgina murakkabroq muammoga ham yechim topa oldik.